Assalomu alaykum, Umar avtoobunachilar. Andijon Moshta bozoridan bu qismga kelgan Nexia 1, Nexia 2 larni narxlarini yoritib beramiz. Juma kunida turibmiz. Juma ayyom muborak bo'lsin. Ramazon oyi ham muborak bo'lsin akalar. 20-fevral juma tongida bittadan like bosib, kommentda o'z fikringizni qoldirib ketaverasiz. 2012-yilga qo'ydik boshiga. 2012-yil kraskalari-chi? Bir qator asosiyat bo'lgan. Suvalar butunmi, kesib ulangan detallari yo'qmi? Kesib ulangan detallari yo'q, suvalar butun deyilyapti. O'z uchun bir qator tekshirtirib olaverasiz mashinani. Gazlari bor, podramniklarini ko'rishingiz mumkin. Oldi orqasi butun, ha? Yechilmagan, ha? Motor, korobka, hadovoylari zo'r ekan. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yonlari like bosmagan bo'lsangiz, like bosib ko'rasiz. Chexol poligi bor, prasoy salon, prasoy gidrolika mashina. Yurgani qancha? 450 ming yurgan mashina. Bu ochmay qo'ying. Orqa tomon ko'rinishlari. Orqalari bir qator shumka bo'lgan ekan. Gazlari bor metan. Buni narxini qancha so'rayapsiz? Yaqinroq qilib aytasiz. $1000 oz-moz kelishadigan joylari bor. Banki bormi buni? $1000 plyus bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Yana batafsil ma'lumotini olasiz. Nomerlaringizni aytsangiz? 95lik 630 0667 raqamlarga aloqaga chiqinglar. $1000 plyus bo'lsa, 1000 bo'ladi, qolganini kelishasiz. 2014-yil Nexia 2 lardan davom ettiramiz. Bittadan like bosib qo'yaverasizlar videoni boshidan. Kraskalari 40-30% bor deyapti. Suvalari butunmi? Kesib ulangan detallari yo'q, ha? Kesib ulangan detallari yo'q. O'z uchun bir qator ustingizga tekshirtirib olishni maslahat beraman. Praso gidrolika ham yo Lux 5 kaysanermi? Praso gidrolika. Temir gazlari bor, ko'rishingiz mumkin. Yumshoq balonlar taqib qo'ygan, o'rta holatda mana mashinani yon tomon ko'rinishlari. Salonida chexol poligi bor, prasoy salon, prasoy gidrolika. Tomlariga ham o'zgartirishlar kiritilgan. Yurgani qancha buni? 336 ming yurgan mashina. Orqalari ko'rishingiz mumkin. Buni to'raleshiga shumka bo'lganmi? Gazlari bor. To'raleshiga shumka bo'lganmi? To'raleshiga shumka bo'lgan. Oldiga bo'tam shumka bo'lgan. Narxi necha pul deyapsiz buni? 3800 kam. $3800 kamini qilib berasiz. Variant yo'llari chiqadimi? Yo'q, bank oladi. Xohlagan hujjati bo'ladi. Yana batafsil ma'lumotni o'z uchun olsangiz bo'ladi. Nomeringizni aytsangiz? 33lik 281 62 60 raqamlarga aloqaga chiqing. Necha pul dedingiz narxini? $3800 kami bor deyishyapti. Aloqaga chiqing, batafsil ma'lumot olib, Umar avtodan manish esdan chiqmasa. 2019-yil 11kalik siz 5 deganidan ekan, ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi-chi buni? 25% ga baraka bo'ladi, hoji aka. Kesib ulangan detallari yo'qmi? Yo'q, bizga 20% ga keldi, 25 deyapmiz. Xo'p, motor, hadovo, korobkalari-chi? Zo'r. Ko'rishlaringiz mumkin. Podramnik holatlarini Lux kaysaner mashinamiz. Birkasi kuzupi endi 2010-yil tex pasportda 9, ha? Motor, hadovo, korobkalari o'ta zo'r ekan. Yo'llarini ko'rishlaringiz mumkin mashinamizni. Salonida chexol poligi bor. Yurgani qancha? 304 ming yurgan mashina, video registratorlari bor. Qaysi mashinasi deymiz? Shahardami? Shaharda mashinasi ekan. Bu tomonlarini ko'rishingiz mumkin. Abshifka holatlari. Mashinamizda metan gazlar bor, benzin, gazda yuradi akalar. Orqa tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ro'za Ramazonda bitta ovozingiz ham bo'laveradi. Buni narxi necha pul deyapsiz? 2,5 ming dollar kami yo'q, ha? Kami yo'q. 2,5 mingga Umar avtodaman deb olib ketaverasizlar. Generalni berasizmi? Generalni chiqaveradi. Dokumentda muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 97lik 232
27 35. 27 35. Aloqaga chiqinglar. Murojaat qilish. 8dan 8gacha deylik, hojiga 9 demaylik, 8dan 8gacha hojikamga aloqaga chiqinglar. 2,5 puli bor, 25% kraskasi borga baraka bo'ladi. Telefon qiling, batafsil ma'lumot olavering. Akalar, 2015-yildan biz davom ettiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Kraskalari-chi? 3ta detallar kraskalari bor. Ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan ekan. 2015-yil 3ta detallar kraskalari bor. Motor, hadovo korobkalari Qilingan, qanday o'zi? qanday ochardi uni? Hamma yo'llar qilingan. Lux konditsioner mashina. Gazlari bor, konditsionerlargacha ishlayotgan. O'z uchun yana bir qator tekshirtirib olaverasiz. Korobka hadovolar yaxshi. Korobka hadovolar qilingan ekan. Balon taqay deb yurmaysiz. Ha, korobka qilinmagan. 4 yumshoq balonlari bor, hadovoyi qilingan. Apshukalari 4 ta amazvatiri yangi ekan. Yurgani 176 ming. Yurgan mashina kam yurganida o'zi ham bilinib turibdi-yu. Yurganiga javob aka. Yurganiga javob ekan. Mana Nexus 2 ishqibozlarga bosib o'rsa bo'laveradigan konditsioneri bordan, yili ham yaxshisidan ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz temir gazlari bor. Mana bu tomon ko'rinishlari orqalari jicha cho'ktirilgan mashinani. Narxini qancha so'rayapsiz buni? Ko'rishlaringiz mumkin mana. Faqlar ham o'rnatib qo'ygan. Narxini nechta deyapsiz buni? 4200 ga beriladi. Ustiga yursa berasiz. Dokumentdan muammosi yo'qmi? Dokumentdan muammosi yo'q. Genalni ham berilaveradi. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 874 50 raqamlarga aloqaga chiqinglar va batafsil ma'lumotni olsanglar bo'laveradi. 2009-yildan biz davom ettiramiz. Ko'rib, bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Bekitmay qo'yaverasiz aka. Kraskalari qanaqa buni? 20% kraskalari bor, yonboshli ekan, chaqachiqlari bor ekan. Akamiz aytish bo'yicha, mashina 2009-yil. Oldi orqa uslitlari butun buni. Oldi orqa uslitlari. Zavodskoy pechat. Motor, hadovo korobkalari-chi? Yaxshi ekan. Metan gazlari bor. Yumshoq balonlari bor. 400 tepasida yurgan, ha? 400 tepasida yurgan mashina. Chexol poligi bor, ko'rishlaringiz mumkin. Lux 5 konditsioner mashina. Orqalarda ham mana chexol poli idishlarimi, holatlarini ko'ryapsiz. Shumgasi to'rileshiga ekan buni. To'rileshik shumgasi bor, metan gazlari bor, benzin gazda ko'rishingiz mumkin. Metallari bor. O'sha metallar ham bemalol pol-yu. Propanli qilib yurmay qo'yaverasiz. Narxini qancha so'rayapsiz buni? $3000 kami bor. Generalni beriladimi? Generalni beriladi. Dokumentdan muammosi yo'q-a? Dokumentdan muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 90lik 201 78 01 raqamlariga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumotni akalarimiz o'zidan olsanglar bo'laveradi. Akalar, 2010da davom ettiraman. Ko'rishlaringiz mumkin. Kraskalari egalari aytayapti, ukam toza deyapti. O'zi uchun bir qator tekshirtirib olaverasiz. Petnosi ham yo'qmi aka? Petno ham yo'qmi? Petno yo'q. Rektovka mashkilovda rektovkasi bor ekan, xolos. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu prostoydanmi aka? Gazlari bor. Prostoy, lekin kam rasxodda bo'ladi. Korobka hadovoylari yaqinda qilingan ekan. Yonlarini ko'rishingiz mumkin. Mashinaga yumshoq balon taqilgan, o'rta holatda, salonlarda chexol poligi bor. Prostoy salon, prostoy mashina, lekin kam rasxodligi bo'ladi aka. Yurgani qancha buni? 390 ming yurgan mashina. Orqalarda mana chexol poligi bor. Mana bu tomon ko'rinishlari. Holatlarini ko'ryapsizlar. Mashinaning metani bor. Metan benzinda, oldi orqalari butun, ha? Oldi orqasi butun. Umuman kalta kraska joyi yo'q ekan. Pitnosi ham yo'q ekan. Shu kilosi rektovkachasi bor ekan. Mana shu yerdami? Rektovkasi.
Qo'ygan joyi toza. Narxini necha pul so'rayapsizlar? 3800 dollar kami bor. Kraskalari top-toza mashina. Variant chiqiladimi bunga? Bank bo'ladi. Dokument ham muammosi yo'q-a? Generalliklar chiqaveradi. Bermaganingiz bo'ldimi? 3300 ga berilmadi. Ustiga yursa berasiz. Nomer zatsiz 95lik 986 0040. Raqamlarga aloqaga chiqinglar. Batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olsanglar bo'laveradi. Xo'p, yagona bo'lib yuraman deganlarga Mativi rangda akalar ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu ponni kraskami? Ponni bo'ladi. Ponni kraska 2013-yil dedingizmi? 14 dedingizmi? 2013-yil. Suvalari butunmi buni? Oldi orqa uslitlari? Uslitlari bo'shamagan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Propan gazi bor, gidrolikalarni ko'rishingiz mumkin. Motor, ходовой коробkalari hamma yo'g'i yaxshi. Sekin yopiq. Mashinamizni yonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Diska, balon taqib qo'yilgan. Mativi qilib, kamyob rangidan, yo'q ham shekilli. Chexollar bor. Probegi qancha buni? Probeg 600 ming yurgan mashina. Gazlari metana yo propanmi? Propan gazlari bor. Narxi necha pul so'rayapsizlar? 3000 dollarga beriladi. Dokument ham muammosi yo'q-a? Xohlagan dokumenti bitaverar ekan. Nomer zatsiz? Generalni holasi oldi sot. Muammosi yo'q dokumentda. Nomer zatsiz? 90lik 543 00 78 raqamlariga aloqaga chiqaverasiz. 0078 raqamiga aloqaga chiqing. 3000 dollarga berib yuboraman deyapti. 2013 suvalari butun bir qator Mativiga sepilgan mashina. 196 dan boshlaylik. Mashinalar ko'p ekan, shundan davom ettiramiz akalar. Yil nechi buni? 2013 kraskalari Bitta Kiriloda bor. bitta kirloda kraskasi bor, qolgan joylari toza. Ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamiz 2013-yil mashina. Oldi orqa uslitlari butuni. Oldi orqa uslitlari butun, pechat. Ichiga o'tmagan, ustiga kraskasi bo'lgan, xolos ekan bu kirlarni ham. Motor, ходовой коробkalari. To'rtta balon yangi. To'rtta yangi balon taqib qo'yishibdi akalarimiz. Ko'rishlaringiz mumkin yonlarini. Salonida chexol poligi bor. Lux 5 konditsioner bu. Lux 5 konditsioner. Yurgani qancha? 301 ming yurgan mashina. Chexol poliglari bor. Mana bu tomon ko'rinishlari. Holatlarini ko'ryapsizlar. Gazlar bor, zapaska balonlari bor. Sekin bekitib ko'rsin. Mana bu tomon ko'rinishlari. Like bosmagan bo'lsangiz bosib qo'yasiz. Gaplarimni ham adashib ketyapman. 2013 bitta kiloda kraskasi bor, qolgan joylari top-toza. Narxi necha pul? 4,5 ming bor, o'tkazadi. 4,5 ming kami bor. Variant yo'llari chiqadimi? Bo'pti, 4,300 kami bor. 4300 dollarga beriladi. Telefon qilaverasiz. Nomeringiz 70lik 70lik 027 027 2002. 2002. Bunisini yili nechi? Bunisi ham 14 bunisi. 2014 kraskalari. Kraskasi, nari shopir taraf eshikda bormi, Kirilosda petnosi bor. Petno bitta kiloda petno, shopir eshikda kraskasi bor. Qolgan joylari toza. Motor, ходовой коробkalari Ishi yo'q umuman. umuman ishi yo'q. Lux konditsioner mashina, gazlari ham bor. Ekan ham lazerlargacha bor mashinamizni. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Mana shu eshik kiloda petno, betida kraskasi bor. Chexol polig ko'rishingiz mumkin. Yurgani qancha bo'ldi? 316 ming yurgan gang Sveta akalar Nexia 2. Gazlari bor, zapaska balonlarigacha bor. Bu tomon ko'rinishlari. Buni narxini necha pul qo'yamiz? Buni ham yaqinroq qilib aytaverasiz. 4300 ga beraman. 4300 dollarga beriladi. Dokument ham muammosi yo'q. Dokumentda ishlab turibdi. Muammosi yo'q. Nomeringiz aytsangiz? 90lik 90lik 623 623 0798. 0798 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Bunisini yil nechi? 14 kraskasichi? 3 ta 4 ta detalda kraskalari bor. O'zini tekshirtirib olaverasiz.
Suvalari butun ekan, old orqasi butun ekan. Lux 580 lira bu. Ha, 285 buyurgan. Motor, hadavo korobkalari Güzel. o'ta ham go'zal. Yumshoq balonlari bor. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ha, rektorkalarni bog'ladi, picha. Picha rektorkasi bor. Chexol poliga yurgani qancha bo'ldi? 285. 285 ming yurgan mashina. Gazlari metan, benzin gazi yuradi. Mana 3 o'sdan tanlab olaverasizlar. Tanlaganingizga aloqaga chiqib, Umar avtodanman deyaverasizlar. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 996 ikkita 41. Buni narxini necha pul qo'yamiz? Narx pulga 4200 dollarga berilaverar ekan. Qiziqinglar, aloqaga chiqinglar. Boshqa mashina yo'q hozircha. Aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumot olib, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Shu bilan videomizni to'xtatamiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lsangiz, kanalda yana boshqacha videolar chiqaramiz. Cobalt, Lacetti hammasidan bor.